Har bir huquqbuzarlik kichkina narsadan boshlanadi, lekin oqibati katta bo'ladi. Piyodalar tomonidan yo'lni belgilanmagan qismida yokida qizil chiroqda o'tish bu nafaqat o'zlarini, balki boshqalarni ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli bu kabi huquqbuzarlik ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Yo'lovchilarning shahar ichida avtobusda chiptasiz harakatlanishi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 144-moddasiga muvofiq ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shuningdek, ba'zi hisoblash miqdorining 1 baravarida jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Belgilanmagan joylarga qattiq va maishiy chiqindilarni tashlash ma'muriy huquqbuzarlik sanaladi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91-moddasiga ko'ra fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravardan 20 baravargacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Har bir noqonuniy tashlangan chiqindi jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Qonunni hurmat qiling.